Juda zo'r yangiligim bor. Shuni aytmasam bo'lmaydi. HLB Travel bilan bugundan boshlab men 1 yillik hamkorlik amalga oshirdim. Sizlarni bugun men asoschisi Sanjarbek bilan tanishtirmoqchiman. Sanjarbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizga ham rahmat bizning taklifimizni rad etmaganingiz uchun. Sabina opa, biz plan qilganmiz, shu o'ziga ishongan tadbirkorlar bilan hamkorlik qilishni reja qilganmiz. Bizning taklifimizni rad etmaganingiz uchun sizga rahmat. Sanjarbek, taklif qilganingiz uchun kattakon sizga rahmat. Sanjarbek, men hozir o'zim auditoriyamga qanaqa HLB Travelda komfort taraflari bor aytib bermoqchiman. Birinchidan oilaviy borsa bo'ladi, do'stlar bilan borsa bo'ladi va yana HLB Travelda viza xizmatlari ham bor va yana retritlar, misol uchun ta'lim retritlar yoki ish bo'yicha HLB Travel ham sizlarga yordam beradi. Juda zo'r servis va albatta eng asosiy izyumingasi bu narx. Undan tashqari tezroq xizmatlari ham bor. Shuncha qulaylikdan keyin siz albatta bilaman sayohat qilmoqchi bo'ldingiz, sizda pulingiz yo'q. Buni yechimi ham HLB Travel sizlarga qilib beradi. Chunki HLB Travelda har xil xizmat to'lovlari bor. Sanjarbek, shunaqa zo'r komfort taraflaringiz bor ekan HLB Travelda. Meni auditoriyamga qanaqa skidka qilib bera olasiz? Sabina opa, siz nomingizdan kelgan birinchi 5 kishiga $100 skidka qilib beramiz. Rahmat. Hurmatli obunachilarim, yozinglar, Daritga sizlarga ma'lumot berishadi. Sanjarbek, hamkorlik uchun kattakon rahmat. Sizga ham rahmat.